Darhaqiqat bizni dinimizchalik inson qadrini ustun qo'ygan biror bir falsafa, ta'limot yo'q. O'tganlarni qadrlash, ularni doim xotirlash, ularni esdan chiqarmaslik dinimizning asosiy ta'limotlaridan. O'tganlarning xotirasi shunchalar qadrli ish ekanligidan dinimizda bu ishni namozni ichiga joylashtirib qo'yilgan. Shundaymi? Salom berishdan oldin biz duo qilamiz. Allohumma g'firli, Parvardigor meni mag'firat qil. Vali volidayya, ota-onamni mag'firat qil. Vali jami'il mu'minina wal mu'minat, jamiki mu'min mu'minalarni. Val muslimina wal muslimat, muslim va muslimalarni deb duoni yakuniga yetkazib, o'tganlarimizni eslab, duo qilib, keyin salom beramiz. Tiriklarni ko'nglini shod etish, o'tganlarni xotirlab ruhlarini shod etish siz va bizni eng muhim ishimiz, vazifamiz.